mosheniklarga aldanib qolmang. Menda shunaqa xislat bor. Qachon yuzma-yuz ko'rishaman, yuzma-yuz gaplashaman, o'shandan keyin gapiraman, konsultatsiya beraman. Men gel sotmayman, men oblastlarga hech narsa tarqatmayman. Shuni bilib qo'ying. Men ahmoq emasman va qadrini yerga urgan ginekolog emasman. Mana pul oldingiz, noinsof ekansiz, kartamga qaytarib bering degan direktimga savollar bilan kelishyapti. Ayollar, pishiq bo'linglar, o'tkir bo'linglar. Atrofingda kim yuryapti, kim bilan gaplashyapsiz, qanaqa nomerdan chiqishyapti sizga, qanaqa papkalar jo'natishyapti, nima deyishyapti. Juda pishiq bo'lish kerak. Shuning uchun bizni nomimizdan chiqib sizga konsultatsiya beraman. Kanalim bor. Mana karta raqamiga pul tashab bering, sizga konsultatsiya beramiz yoki dastavkalarimiz bor degan ahmoqlarga umuman ishonmang. Hozir atrofimizda shunaqa ahmoqlar juda ko'payib ketgan. Simboli Toshkent sharoitida hamma insonlar pishiq. Ularga ishonib qolmaydi. Ishonuvchan odamlar bu oblastda. Shaxsan men ginekolog to yuzma-yuz ko'rmagunimcha hech kimga hech qanday gap gapirmayman.